Odamlarga xizmat qilish, ularning og'irini yengil qilish shu yurtda yashayotgan har bir farzandning muqaddas burchidir. Ilm-ma'rifatga oshno bo'lib, tanlagan kasbiga sadoqat bilan yondashish insonni ezgulikka undaydi. Ellikqal'a tumani Navoiy fuqarolar yig'inida profilaktika katta inspektori lavozimida xizmat qilib kelayotgan Atabayev Rashid Qo'chqarovich ana shunday o'z vazifasini sidqidildan bajarib kelayotganlardan. Har kuni oila bag'ridan ota-ona duosini olib chiqib, xalq xizmatiga shaylangan qahramonimizning kuni mahallada jinoyatchilikning oldini olish, huquqbuzarliklarga qarshi kurashish, tinchlik va osoyishtalikni saqlash yo'lidagi sa'y-harakatlar bilan boshlanadi. Ellikqal'a tumani Navoiy fuqarolar yig'inida 5925 nafar fuqarolar istiqomat qiladi. Mahallada hozirda 14 ta savdo do'konlari, 3 ta umumiy o'rta ta'lim maktablari, 6 ta maktabgacha ta'lim muassasalari mavjud. 2025-yil davomida Navoiy fuqarolar yig'inida mahalla yettiligi bilan hamkorlikda ko'chalarga kirish joylarida 4 ta video kuzatuv kameralari o'rnatildi. Mahallada yashovchi 69 nafar huquqbuzarlik sodir etish va undan jabrlanish ehtimoli yuqori bo'lgan shaxslar bo'yicha xulosalar tuzildi. 4 ta nizoli oilalar yarashtirildi. 8 nafar yoshlarning bandligi ta'minlandi, deydi profilaktika inspektori bizga bergan ma'lumotlarida. Mening mahallamda 5925 nafar fuqarolar istiqomat qilib, bundan 3053 nafarni ayollar, 2872 nafarni erkaklar va 1324 nafarni yoshlar tashkil qiladi. Shu fuqarolar bilan jinoyatchilik va huquqbuzarliklarni oldini olish borasida mahallamiz yettiligi bilan hamkorlikda jinoyat va huquqbuzarliklarni oldini olish borasida ishlarni amalga oshirib kelmoqdamiz. Bunda hokim yordamchisi bilan birgalikda aholining bandligini, doimiy daromad manbaiga ega bo'lmagan shaxslarni aniqlab, ular bilan ijtimoiy profilaktika chora-tadbirlarini, mahallamiz xotin-qizlari bilan mahallamizda nizolashayotgan oilalarga borib, ularning muammolarini o'rganib, nizolarni bartaraf qilish bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshiryapmiz. Yoshlar yetakchisi bilan birgalikda yoshlarning bandligini ta'minlash, bundan tashqari yoshlar orasida huquqbuzarliklarni oldini olish borasida ishlarni amalga oshirib kelmoqdamiz. Bu esa o'z navbatida mahallamizda jinoyatlarni oldini olishda samara berib kelmoqda. Har kuni o'nlab fuqarolarning xonadonlarida bo'lib, ular bilan suhbatlar olib borib, muammo va tashvishlarini o'rganishga hamda imkon qadar yechim topishga harakat qiladigan Rashid Atabayev deyarli har kunini ana shunday tarzda fuqarolar bilan muloqot qilish bilan boshlaydi. Profilaktika inspektori bu ishni shunchaki xizmat vazifasi sifatida emas, insoniylik burchi sifatida tanlagan. Shu boisdan ham mahalla farovonligi va osoyishtaligi yo'lida har kunlik vazifasini mas'uliyat bilan bajaradi. Ellikqal'a tumanining Navoiy fuqarolar yig'ini jinoyatchilik salmog'i bo'yicha yashil toifaga, ya'ni jinoyat sodir qilinmagan mahallalar toifasiga kiradi. 2023-2024-yillarda mahalla sariq toifaga kirgan bo'lib, mahalla yettiligi va jamoatchilik bilan birgalikda ushbu jinoyatchilikning oldini olish, mahallamizni jinoyatchilikdan xoli hududga aylantirish bo'yicha kerakli chora-tadbirlar belgilab olinib, mahalladagi 3 ta maktab va 2 ta maktabgacha ta'lim muassasasi bor. Biz kunlik faoliyatimizni voyaga yetmaganlar orasida ham jinoyat va huquqbuzarliklarning oldini olish borasida ishlarni amalga oshirib, yoshlarni vatanga muhabbat ruhida tarbiyalash maqsadida yoshlar yetakchisi bilan birgalikda ishlarni amalga oshirib kelmoqda. Shuningdek, profilaktika inspektori mahallada ishlash maqsadida uzoq muddatga ketgan fuqarolar bilan onlayn suhbat o'tkazib, planshet orqali ularni doimiy ravishda kuzatib boradi. Chet davlatlarida jinoyat va huquqbuzarlik sodir etmasligi yoki huquqbuzarlikdan jabrlanuvchiga aylanib qolmasligi uchun viktimologik profilaktik ishlarini doimiy ravishda amalga oshirib kelmoqda. O'z kasbini astoydil bajarayotgan profilaktika inspektori nafaqat kunduzi, balki tungi profilaktik ishlarni ham olib boradi. Mahalla hududida mahalla yoshlar yetakchisi bilan birgalikda jamoat tartibini saqlash bo'yicha ishlarni ham amalga oshiradilar. Jumladan, bugungi tun tadbiri davomida fuqarolar tomonidan avtomashina kalitlarini o'zida qoldirib ketilgan. Voyaga yetmaganlar tomonidan velosipedlar ko'chaga tashlab ketilgan. Shuningdek, qoramollar dalalarda qarovsiz qoldirilgan holatlari aniqlandi va shu joyning o'zida mol-mulklarni qarovsiz va
nazoratsiz qoldirmasliklari bo'yicha fuqarolarga tushuntirish ishlari olib borildi. Shuningdek, tungi vaqtda mahalladagi ko'ngilochar dam olish joylarini ko'zdan kechirib, huquqbuzarlik sodir qilgan fuqarolarni aniqlab, ularga ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, tungi vaqtda faoliyat ko'rsatuvchi obyektlarda jamoat tartibini saqlash bo'yicha ishlarni amalga oshirildi. Shu bilan birgalikda mahalla hududidagi korxona, muassasa, tashkilotlar qorovullari tekshirilib, ular bilan ham profilaktik ishlar tashkil qilindi. Darhaqiqat, ichki ishlar organlari xodimlari shu el yurtining farzandlari. Ular tizimda ishlashning oson emasligini bilib, bu formani kiygan, qasamyod qabul qilgan. Ichki ishlar organlari xodimlari vaqti kelsa o'z hayoti va sog'lig'ini xatarga qo'yib, el tinchligini ta'minlash, barqarorlikni saqlash yo'lida fidoyilik bilan xizmat qiladilar. Zero barchamizning bosh maqsadimiz xalqimizning tinchligi va osoyishtaligini asrashdir. Bundan tashqari mahallamizda 2024-yil sariq toifaga kiritilgan bo'lib, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 3-yanvar kunidagi PK 1-sonli qaroriga asosan ishlarni kuchaytirib, mahallamizda jinoyatlarni oldini olish bo'yicha profilaktik tadbirlarni amalga oshirib kelmoqdamiz. Bu esa o'z samarasini berib, mening 2025-yilda mening mahallamda bironta jinoyat sodir bo'lmadi. Jinoyatlarni oldini olishiga erishdik. Bugungi kunda mahallam yashil toifaga kiritilgan.